Ko'pchilik faqat korsetlar haqida ma'lumotlarni so'rashyapti va korset va lasinalarimizdan sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Kolumbiya original korsetimizda mana bu ko'rinishda bo'ladi va lasinamiz Turkiya lasinasi bu ko'rinishda bo'ladi. Lasinamiz 60-razmerga to'g'ri kelsa, korsetlarimiz 56-o'zbek razmeriga to'g'ri keladi. Va korsetlarimiz Kolumbiya original korsetlarimiz haqiqatda juda ham zo'r korsetlarni turiga kiradi. Mana bu yerda o'zini birkalari bor, Kolumbiya original korset deb yozilgan va taqarirada birinchi navbatda asankelarni ham juda ham yaxshi tortib berish vazifasini bajaradi. Eng asosiysi qorindagi yog'larni juda ham zo'r ketkazib beradi mana. Ko'rasizlar, bunaqa zo'r narsa-da bu qizlar. Hozir eski razmerni, как man sizga ko'rsatib beraman, qarang. Eski razmerda ozgina yetmayapti-ku. Mana mana shu razmerni men taqsam, birinchi 3 ta etap bo'yicha ishlaydi. Bu birinchi qatoriga mana bunaqa taqib chiqaman. Mana shu tortib turish kerak-da bu. Birinchi qatorga taqib chiqaman, zo'rlab bo'lsa ham, sekin-sekin ikkinchi, uchinchi qatorlariga ham ketma-ketlikda har 10 kunda yana ham tortib 10 kunda mana shunaqa qilib taqib chiqish kerak. O'shanda rezultat bo'ladi. Agar sizlar o'zingizlarni razmeringlarni olsanglar, unda rezultatingiz sal pastroq bo'ladi. Chunki bu sababi shu qorninglarni tortib turgani hisobiga yog'inglar erish jarayoni ketadi qizlar. Shuning uchun iloji boricha bitta sal kichikroq razmer olib, ozgina chidab taqishinglarni tavsiya qilaman. Men o'zim polni